Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan o'tgan yilda imtihonda tushgan mana bu misol yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, ikkitalarni tashqi uringan va ularga umumiy urinma o'tkazilgan. A S kesma 9, D S kesma 16 bo'lsa, S H kesmani toping deyapti. Bu yerda bitta shart bor. D O H nuqtalar bitta to'g'ri chiziqda yotadi. D O H bitta to'g'ri chiziqda yotadi. Endi nima qilamiz? Ketdi. Birinchidan mana bu burchakni hal qilaylik. Hozir A S bilan demak SH ni orasidagi burchagimiz, mana AC bilan SH ni orasidagi burchagimiz 90 gradus bo'ladi. Buni oldingi videomizda biz isbotni ko'rib chiqqan edik. Demak, bu 90 gradus. Buni eslab qolasizlar. 90 gradus. Endi agar mana buni o'tkazsak, bu to'g'ri burchak bo'lib bitta to'g'ri chiziqda yotayotgan bo'lsa, bu 90 gradus bo'lishi shart mana bu ham. Nimaga desa, bu markazdan urinmaga kelgan radius har doim urinmaga 90 gradusda keladi o'rtoqlar. Endi qaranglar. Xo'sh, nima qilamiz? Mana bu joy bitta radius, mana bu joy bitta radius. Tushunarli bo'ldi. Hozir A, H, D uchburchagimiz o'rtoqlar to'g'ri burchakli uchburchak. AH katet, DH ham katet. Demak, 2R ning kvadratiga qo'shamiz AH ning kvadratini. Bizda chiqish kerak gipotenuza AD, ya'ni 9 + 16, 25 ning kvadrati chiqishi kerak. Bu birinchi Pifagor. Ikkinchi Pifagor. Bizda A, H, S uchburchagimiz ham to'g'ri burchakli uchburchak. AC katet, SH katet, AH gipotenuza. Demak, 9 ning kvadratiga qo'shamiz SH ning kvadratini teng bo'lishi kerak o'rtoqlar. AH ning kvadratiga. Tushunarli bo'ldi? AH kvadratiga teng. Ana endi bizda 3-Pifagor. DSH uchburchagimiz ham to'g'ri burchakli uchburchak. 16 katet, SH katet, DH gipotenuza. Demak, 16 ning kvadratiga SH ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, teng bo'lishi kerak 2R ning kvadratiga. Tushunarli bo'ldi hammaga. Endi nima ish qilamiz o'rtoqlar? Endi mana bu 2R ning kvadratiga mana buni olib borib qo'yamiz o'rniga. Ya'ni 16 ning kvadrati plus SH ning kvadrati qo'shilgan. AH kvadratini o'rniga esa mana buni olib borib qo'yamiz o'rtoqlar. AH kvadrati shunga teng. 9 ning kvadrati qo'shilgan SH ning kvadrati teng 25 ning kvadrati bo'lar ekan. Ana endi qaranglar. 16 ning kvadrati demak 256, unga qo'shilib 9 kvadrati 81, SH kvadratiga SH kvadrati qo'shilsa 2 ta SH ning kvadrati bo'ladi. Bu yog'i esa 625. Bu ikkalasini qo'shib nariga tomonga olib o'tib ayirib tashlaymiz. Demak, 2 ta SH ning kvadrati teng bo'ladi. Xo'sh, 337, 288 bo'lar ekan o'rtoqlar. 2 ko'paytirishida bo'lish bo'lib o'tsa, SH ning kvadrati teng bo'ladi 144 ga. Demak, SH imiz ildiz olinsa 12 ga teng bo'lar ekan. Demak, SH kesmamiz 12 ga teng. Video tushunarli bo'ldigan umid etamiz. Bu videoni yaqinda DTM imtihon topshiradigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.